Ikkimanchi yo'lakini majburiy tarzda tushgan testlar. Birinchi savol. O'rta asrlarda yuz bermagan voqeani aniqlang. A javob Gandiya shartnomasi 1873-yilda imzolanadi, yangi davr to'g'ri keladi. Uchinchi savolimiz. Islom Karimov davriga oid bo'lmagan voqeani aniqlang. A javob Mard o'g'lon mukofoti 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev davrida tashkil etilgan. Uchinchi savolimiz. Ro'fi Bilas qo'zg'oloni qaysi hududda sodir bo'lgan? Bu B javobimiz Samarqand hududida 806-810-yillarda bo'lgan. To'rtinchi savolimiz. Miloddan avvalgi 7-6 asrda O'rta Osiyoda yashamagan xalqni aniqlang. A javobimiz Shumerlar bo'ladi, ya'ni Mesopotamiya hududi, hozirgi Iroq davlat hududiga to'g'ri keladi. Beshinchi savolimiz. 1925-yilda tashkil topgan viloyatni aniqlang. B javobimiz Farg'ona viloyati, ya'ni 1925-yildan so'ng. Oltinchi savolimiz. Kichik kengash tarkibiga kirmagan lozimni aniqlang. Bu A javobimiz bo'ladi, Bizruk lozimi hisoblanadi. Yettinchi savolimiz. To'g'ri berilgan juftliklarni aniqlang. A javob Gulshanul Mulk, ya'ni Muhammad Yoqub ibn Doniyorbekning asari hisoblanadi. 8-savolimiz. Xiva xonlikda hukmronlik qilgan hukmdorlar ketma-ketlik mos ravishda davom ettiring. Muhammad Rahmonxon 1 va Murodxon. Keyingi A javobimiz Olaqulxon hisoblanadi. Bugungi savollar haqida ma'lumot bilishni istasangiz bizga obuna bo'ling.